Hech qachon bu 3 ta dorini 5 yoshgacha bo'lgan farzandlaringizga bermang. Birinchisi Loperamid, ich to'xtatuvchi. Bu dori ichak peristalkasini susaytirish hisobida ich ketishini to'xtatadi. Davolash hisobiga emas, natijada ichak kengayib ketishiga olib keladi. Ikkinchisi bu tetrasiklin dorisi. Eshitish nervini ishdan chiqaradi. U yosh bolalarni kar bo'lishiga ham olib borishi mumkin, hamda u suyak hujayralarini ham ishdan chiqaradi. Uchinchisi, eng xavfli dori esa aspirin. Ming afsuski, ba'zi holatlarda shamollash payti berib qo'yishadi. Aspirin Reya sindromini chaqiradi. Bu jigar va miya ishishiga olib keladi. Natijada bu bolani koma holatiga tushirib qo'yishi mumkin. Yoshi kattalar ichadigan barcha dorilarning tarkibida aspirin bor. Qon suyultiruvchi preparatlarni bolalaringizga bermang. Bu videoni ota-onalarga yuborib qo'ying va obuna bo'lishni unutmang.